Hammaga assalomu alaykum. Yana sizlar bilan men Chorvoqli bola. Shunaqangi go'zallikni ko'rib o'zim ham bag'ridirlarim ochadi va sizlarga shunaqangi go'zal pokiz dachani tavsiya qilaman. Xo'p, bugun kelgan dachamiz Kemer dachasi. Premium klassdagi eng zo'r dachalardan bittasi deb aytolmayman. Chorvoq bo'yicha mana yaqinda o'zini ko'rkini yana go'zalligi bilan ajratib turish uchun shunaqangi premium klassdagi dachalar ochilish boshladi. Xo'p, 360 gradus полный природа. Chorvoq darvozasi. Eng glavniysi aytadigan bo'lsam, sizlarga masjidda qaranglar. Shuni masjidda atik 50 metr, havas, makro, yangi ochilgan hamma sharoitlari zo'r dachani deymiz. Igrovoy full bu dachamizni. Basseyn suvlar 2 kunda to'ladi. Xo'p, dachamiz Igrovoydan full hozir hamma sharoitini ko'rsatib beraman. Mashalloh, dachamizga qaraylik, tapchan, qozoncha hamma sharoitlar qilingan. Qarochi manzara zo'r, dachamiz atmosferasi bomba. Hammaga tavsiya qilaman. Bismillah deb ichkariga kiramiz. Xo'p, qaraylik, kirgan shunaqangi zo'r stol, yumshoq mebel, professional karaoke, PlayStation, LCD televizorlar, zimniy kuxnyamiz. Xo'p, bu tomonimizda duxspanli, uzun sanuzurlari bilan qolgan hamma joyni bitta-bitta ko'rsatib beraman. Yo, shunaqa ham katta basseyn bo'ladimi? Qaraylik, 10 ga 5 basseyn, turetskiy hammom, bu tomonda jakuzzisi. Igrovoydan full dachamizning stol tenisi, sanuzurlar opshiga, sauna finskisi ham bor. Hozir qolgan hamma dachamizning detskiy spalnisi. Shunaqangi zo'r kravatlar qo'yib qo'yilgan, hamma narsa sifatli narsalar qo'yib qo'yilgan. Premium klassdagi dachalardan bittasi Beemnoy Kemer. Xo'p, bu tomonda qaranglar, shunaqangi zo'r kompyuterlar ideallarni qo'yib qo'ygan 5 ga 5 shunda bosib orasizlar. Bu tomonda bilyardni yengisidan mazziqli bilyard o'ynayman degan do'stingizni jo'natib qo'yinglar va hammani shu dachaga tavsiya etaman. Oilangizga, do'stlaringizni olib kelib, yaqinlardan shu dacha dam olinglar. Chorvoqli boladan oldim deylar. Kamchilikli kelishadi. May 10gacha $200 dan shanba yakshanba kuni dogovorning pastligilar nomerini qoldirib, Beemnoy telefon qilib bog'laninglar.